Konla deydi, ət üçün aytilgan ming şuardan bugun üçün besilgan bir qadam afzal deb. Qadrli do'stlar, sabah kuychilari hammanglarga riyosatchi Nazguldan o'tliq salomlar bo'lsin. Shu tapla hammanglarga bergan va'damizni amalga oshirib, har kundagi yangi kuyimiz, har kundagi yangi mehmonning yaxshi hikoyalar orqali sizlar uchun xizmatimiz. Dehqonlarda bo'layotgan Xinjiang Sabah madaniyat tarixida chekishlikda ishlagan Xinjiang Mo'tabar kiyim-kechak shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Qadrdonlar, bugungi sahnimizning aziz mehmoni Sabah kuyi programmamizning doimlik mehmoni, ya'ni o'zining yangi ijodiy kuylari orqali bizni goh kuldirib, goh usulga tushirib, goh yig'latib, goh qayg'ularga bizni tang hamroh qilib kelayotgan yosh ijodiyotchi, shundaqla naqshchi Abdusami qarshi olamiz. Rahmat. Qani, salomlaringiz bo'lsin. Salom ekran oldidagi barcha azizlar, Kamina Abdusami Erkindan hammanglarga seg'inib salom. Bugungi Mo'tabar kiyimchilikki hamkorlashib uyushtirgan Sabah kuyi programmasida sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Qarshi olamiz Abdusami. Rahmat. Davomli ijodiyat qilib turyapsiz. Men shu panyochalardan, do'yinlardan ko'rib turyapman. Eng muhimi shu, mana shu Sabah kuyimizdan yangragan yangi ijodiyatlaringiz orqali do'stlar bilan didorlashib kelyapsiz. Amsa oldin qitimlarda e'lon qilgan shu ijodiyatlarninki inkaslar qandaroq bo'ldi biz burada bering? Oldingi qatorlarda men shu lirik nima aytdim, sho'x nima aytdim, masalan, tamasha, ondan keyin Sabah kuyi programmasi alaydi, qo'llab suratga ilib MTV'sini ishlab Ashtaşdan qıpaydım ha? Qıpaygan alaydi sallada. Hey, Merdan Ablikimni sen bo'g'dakman. MTV'dan ishlab bergan. Ayolim mehrim boshqacha deymizki, ondan keyin nemanchilar o'zgarib ketdi degan naqshlarimizni aytdik. Tamasha degan naqshlarimizni har qaysi to'rlarda, do'yinlarda boshqalar agishib modib ketdi hozir. Hali yaxshi anglandi. Har qaysi do'stlarimizning jamiyatdagi anglag'uvchilarning naqshimizga bergan bahsi har holda hali yaxshi. Menimcha mushu naqshning takrar anglanishi yoki chekilishining o'zi naqshning yaxshi chiqqanligiga bir muqimlashgan bir tamg'ining besilganligidan derak berdi shundami? Agar bu naqsh bir qitim anglanib, mush bo'lmasa bu naqsh aytib to'dirib o'tib ketib qolsa, balkim bizning ko'nglimiz yerim bo'lib qoldi. Shu mush naqshimiz bo'lsa, texim ko'p joylarda yangrasa, kishilarningki har xil turmush kartinalarga shu naqshimiz hamroh bo'la olsa, shular shuni tanlasa, biz azdir ko'pdir mush qilgan xizmatimizdan rozi bo'lamiz. Amis do'stlar, mumkin bo'lsa mushuning ostiga pinglunchiga o'zinglar mush naqshni yaxshi ko'rgan ko'mganliginglar haqida azroq so'z qoldirib qo'ysanglar, bizning ilgirlashimizga texmo turtkilik rol o'ynaydi. Bo'lamdi? Absami amsa, sizdan bir savol so'rag'im keldi. Doim tunamsiz? Yo'q, burun tunaydim. Hozir shu ko'pincha salomatligimizni o'ylab, xizmatni qilganini qilmab, baldur ishdan tushib dam olma degandek. Bu bizning cho'ng bo'lganligimizning ifodasimi yo nimaning ifodasidir? Shu men sal baldur qiyirib oldimmi? Bu savol nima so'radingiz desangiz, men yaqinda shu Qashqarda bir suratga olish xizmatini tamomlab qaytib keldim. Bu jarayonda his qilganim, yiningizda agar bir Gongzo Kang, ya'ni shu xizmatga o'zini beg'ishlab etib, kechani kunduzni unutib ketgan va yoki butun ilhomi o'zining qo'sqida bor, kollektivni tang baharlayamaydigan bir odam bilan xizmat qilib qolsangiz, bu albatta keyin ko'rgichilarga o'zir bergani bilan, lekin birga xizmat qilish jarayonidagi mush yondagi odamlarni sal bearam qilib qo'ydi ekan. Birinchidan bu tunashni, bu ish qanday ish hisobiga olmaganligi uchun sizni shu tunashga majbur qildi ekan. To'g'ri. Ikkinchidan-chu, u odam o'ziniki qo'sqidikilar ba ilhom bilan mangan keyin sizda nishon yo'q, shundan qilayotgan xizmatingizmi o'lchamlik bo'lmagan. Shuni men o'ylab qoldim, nurg'un san'atkorlar bo'libmi shunday xilqi ilhom, ijodiyat bilan shug'ullangan kishilarga nisbatan aytganda, tunash balkim bir doimli xizmatga yoki oddiy bir xizmatga aylanib qolgan bo'lsa, buni butunlay to'xtatishinglarni tavsiya qilmayman. Chunki haqiqatan birinchidan salomatlik bek muhim. Ikkinchidan-chu, biz yetmoqchi bo'lgan unum uningdimi muhim. Shundaqmi? To'g'ri. Shu ko'pincha muzik ishlaguvchilar odatda shu kasht ishlasak ilhomimiz yaxshi keladi ekan, ishlarimiz og'gandek to'yildi ekan deydi ekan. Amaliyotda unda emas menimcha. Bu ilhom deganning amaliyotda saharda odamning kallasi uchuq, hamma jihatda kalla yengilish yo'lda-da. Yangi sahar bilan boshlangan ishlar yangicha bo'ladi. Abaysiz degandek bu tunash to'la kechida ishlash bo'lib salomatlikka
ig'ir ta'sir ko'rsatgan. Shaxsan men müzik ishlaguvchi. Ko'pincha vaqtimda müzik ishlab, bundan burun 10 necha soat o'tirib ishlasam men hech qanday bo'lmaydim. Hozir mana 3-4 soat ishlasakla bu yerlarimizda masala boshlandi-da hisobda. Aytsam, ro'yimiz yo'qdaklar, ro'yimiz ketganda huzur qolamiz. Necha soat ishlab qo'ysak, haftadan mamsak o'rni to'liq qilolmaydigan. Shunga meningmi tavsiyalarim yosh muzika akkordlashtirayotgan yoki bo'lmasa shu izchil muzika akkordlashtirayotganlar bo'lsin, shu izchil tartib bilan tartibli turmushga kirishib olsa degan tavsiyalarim bor. Chunki bu hayotning qimmatliligini biz shu yuqumdan keyin bakrak his qilib yetdik-ku deyman. Salomatlik bo'lmasa bizning o go'zal arzu armonlarimizdan hamda 5-chilik yerga yetamayotganmiz do'stlar. Salomat bo'lsak, ota-onamiz bizdan xotirjam bo'ldi ekan. Farzandlarimizga biz xotirjamlik berdi ekanmiz. Shunga shu salomatligimizni o'ylab, eng muhimi uchun mening bayotinqi misolni elishimdagi sabab unum. Biz yaratmoqchi bo'lgan shu shavgoma, unumimiz, natijamiz eng muhimga shunga tunashni amal ba atdiganga o'zgarsak, atdiganda xizmatimizni obdan davomlashtirib, kechda shu normal uyqumizni uxlasak, bu o'zingiz uchunmi, biz uchunmi, qarshi taraf uchunmi intayin yaxshi ekan deb, shu savol haqida mening bir so'zligim kelib, sizdan tunashni so'radim. To'g'ri. Amsa Absami, yana o'zimizning so'ziga qaytib kelsak, hozirgi siz ayni vaqtda siz yetmoqchi bo'lgan siz shumi? Yo'q, men tax emas. Nima deganda bizniki bu qilayotgan kasbimiz, naqsh kasbimiz bo'lsin, ijodiyat ishlarimiz bo'lsin, bu bir qitimla yoki bir ikki qitimla biz natijamiz qanoat qilsak bo'lmaydi. Bu izchil yangilanib turadigan, biz shu dunyoda faqat 7 ovoz bor deb qaraymiz. Lekin bu 7 ovoz orqali nurg'unlagan o'xshamagan melodiyani chiqara oladi. Chunki bu nihoyat xosiyatli 7 ovoz bu. Şonlaşqa biz izchil o'xshamagan uslubda, yangi uslubda o'zimizniki shu o'zimizning amaliy iqtidorini oshirib turishimiz kerak-ku buningda. Shonlaşqa men o'ylagan nishon taxi men yetib olmadim. Men shunday deyishingizni arzu qilgandim. Chunki hamda sizlar shu bir davrdoshlar ichida izchil ijodiyatni to'xtatib qo'ymagan bir qanchalar bor. Mumkin bo'lsa ijodiyatinglar davomlashsa, bayatni degandek tunimaya, o'zingizning salomatliklarini o'ylab turib, atdiganlik vaqtlarda, ilhom olgan kelgan vaqtlarda yaxshi ijodiyatlar orqali shu san'atni betib mansanglar. Bu orqali sahnimizmi avvat bo'ldi, eng muhimi anglarmanlarimiz xush bo'lsa degan arzuyim bor. To'g'ri. Shu 9 tal bo'lish degan gapni men shaxsan shu salomatlik yig'incha qilayman-ku, meningcha. Nima desa 9 tal bo'lish uchun cho'qim oldida o'zimiz salomat bo'lishimiz kerak-ki. O'zimiz salomat bo'lsak, uningdagi shu narsalarni tal qila oladiganmiz. Shunlashqa mening tavsiyalarimmi? Tunimayli. Tunimayli, ha? Bugungi bosh tema tunimayli. Naqshimizmi tunimayli bo'lgan bo'lsa, asli bekilak. Shuning yaqinga qoldik. Ashtama, bugungi naqshimiz? Bugungi naqshimizning ismi Oydin kecha. Voy, undan bu kech tunaydigan ish chiqdi hamda. Lekin bu hamda Aydın keçidin o'zira ilib uxlayli. Aydın keçidin ayma bek kech chiqib olmaydi-ku, soat 7-8lar bilan chiqadi. Undan shu 7-8dagi hissiyotlar bilan anglaysizlar, do'stlar. Yangi kuy Aydın kecha. Marhamat. Asmanda tulunay üzidular zan Turmen yigane uyqidin beyda Qo'sh yurak uyulgan terek astida Qalbimda sig'inish, qo'limda gitar Qo'sh yurak uyulgan astida
Erkelsem gitarım bolidu dilker. Sen gidip unacay kaldın umunu. Erkelsem gitarım bolidu dilker. Nakşanlı şuda derizen aldıda aydın keçide. Muhabbet yüklegen şu aydın keçe. Muhabbet yığılgan şu aydın keçe. Muhabbet yığılgan şu aydın keçe. Qadrli do'stlar, dehqonlarda bo'layotgani xalqimizning parlaq madaniyat namoyandalarining biri bo'lgan kiyim-kechak sohasida chaqnab turgan Nurani Cho'lpon fasonda zamonaviylik, tikilishida ilg'or texnika va nafs hunar san'at, sifatida yuksak mas'uliyatchanlik va mehr-muhabbat o'z ifodasini topgan mo'tivar erkaklarga esil qiyofat, jalbkor obraz ilib kelguchi mana shu mo'tivar kiyim-kechak shirkati. Qadrli do'stlar, mo'tivar kiyimlarni kiymagan bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman, chunki mo'tivarliklar har xil fasonlari, har xil yurishlari orqali semiz, o'ruq, egiz, paka har birimizga xuddi o'zimizga o'lchab tikkandeklam esil kiyimlarni loyilab kelyotdi. Mo'tivarliklarning bundan keyingi bosgan musobakalari texmo ro'naq topqusi. Amsa mo'tivar kiyimlari hozir qadar kostyum borolka, ko'ynak qatorliq 40 turlik mahsulotni ishlab chiqarib bozorga soldi. Qaysi jihatda ehtiyojingiz bo'lsa, joy-joylardagi mo'tivar obraz do'konlariga kirib, setib olishingizni ham qarshi olamiz. Abdusami oldi bilan sizni shu quruqlam muborakligim kelmadi. Mana shu yuqorida ta'rifini qilgan mo'tivarliklar siz uchunmi sovg'a tayyor qilib qabul qilib. Ay, rahmat. Rahmat. Bizga shundoq katta san'atni hozirlab bergan shundoqlar mana shu xalqimizniki kiyim-kechak shu go'zalligiga o'zininki kuchini qaytayotgan mo'tivar shirkatiga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Absami, bu naqshingiz bek chiroyli chiqibdi. O'zingizning ijodiy taqsim. Rahmat. Bu naqshiniki muzikasi o'zimniki. Hamda bu naqshimizni mana shu klassik 80-yillardagi naqsh uslubidaroq ishladik. Hamda buniki ama şu bekrak ta'kidlab o'tishim tegishli. Meniki mana shu naqshni ishlashimda şu muzika akkordlashtirish qismini Abdulla Abdrim kasbdoshimiz, ya'ni cho'ng Abdulla Abdrim ustozimiz emas, Abdulla Abdrim akkordlashtirish xizmatini ishladi. Ondan keyin tekisini G'ani Husayn degan bir rassam akamiz yozib bergan tekis bu. Hem bu akimizdekini alayda deyishimda bu akimizdeki sızgan resimleri şiir o'xshaydi, yazgan şiiri resimga o'xshaydi. Shu munosabat bilan G'ani Husayn akamga, Abdulla Abdrim birodarimga rahmatimni aytaman. Rahmat. Amsa Absami bugun bek ko'ngli paranglashdik. Bayatın digimiz bo'yicha birinchi bo'lib salomat bo'laylik, shundaqmi? To'g'ri. Andın yeni kuylar orqali sabah kuyimizni yana avvat qilmasak bo'lmaydi. Shu. Bizningki vazifamiz asosan shu san'at orqali tomoshabinlarimizga ko'ngilni achish, tomoshasini qilib berish bo'lgandan biz sabah kuydagi programmalarga muhtoj. Sabah kuyi programmasini yana bundan keyingi ishlarning gullab yashnashini chin ko'nglimda umid qilaman.
Rahmat, yaxshi tilaklar hammamiz uchun bo'lsin. Qadrli do'stlar, Xinjiang Sabah madaniyat tarixi chek shirkati ishlab o'zingizlarga sunib kelayotgan Xinjiang Mo'tvar kiyim-kechak shirkati Tajdorning ag'an bu sanimizda Abdusamijon bilan mana shunday ko'ngillik paranglashdik. At yana ko'ngillik paranglarimiz va yangi kuylarimiz sizlar uchun at ko'rishaylikmizmi? Bo'ldi. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Yar belkim nakşanni şuda Derizen aldıda aydın keçide Muhabbet yüklegen şu aydın keçe Muhabbet yığılgan şu aydın keçe Muhabbet yığılgan şu aydın keçe